Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, yurtimiz dehqonlari. Kanalimiz kuzatib boradigan qadrli aka-ukalar. Xudo xolasa mana bugungi beraktilarimizda ham qizg'in ishlarimiz davom etyapti. Xudo xolasa Kaliforniya yomg'ir chuvalchanlariga zakaz solganmiz. Bugungi sanamiz 2026-yil 24-may. Hafta kuniga dam olish kuni yakshanba. Hammalaringga dam olish kuni maroqli bo'lsin. Xohlasa bir qator chuvalchanlarimizni qilayotgan ishlarimizni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa oldin o'zini so'raymiz. Videolarimizga bittadan like tugmachasini bosib, podpisatsiya knopkasini bosib qo'ysalaring, biz kirgizib turgan videolarni birinchilardan muntazam ravishda kuzatib borasizlar. Mana hurmatli do'stlar, yuraktirlarimiz mana ozuqalarini berib, suvlarini chachib turibmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ustiga pohol bilan yuvib qo'yganmiz. Bu o'sha sholini poyasini tashlab qo'yilgan. Mana betlarigacha chiqib edi, ko'rishlaringiz mumkin. Mana betlarini ham o'zi 70-80% ishlovni berib qo'ygan. Bu yoqdagi beraktirimiz tayyor bo'lgan biagomisimiz bu. Mana chuvalchanglari ham bor. Chuvalchanlarini ajratib olish uchun mana atrofiga ozuqalarni tashlaganmiz. Mana go'nglar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Yangi ozuqaga mana chuvalchanglar уже o'tgan. Mana shunaqangi holatda. Chuvalchanglar mana yangi ozuqaga yopishadi. Buning uchun yaxshilab biagomisni yegizib, ag'darib 100% holatda yegizib olingandan keyin atrofiga yangi ozuqa tashlanadi-da, yangi ozuqaga suv quyib turiladi. Nam bo'lishi kerak, qizimasligi kerak. Shunda chuvalchanglarimiz yangi ozuqaga ilashadi. Mana chuvalchanglar, mayda chuvalchanglar. Chunki bular lichinka yiriklari ham maydalashib ketgan bo'ladi. Biagomisning ichida ozuqa qolmagan hisobiga ingichkalashib, ma'lum bir muddat och qoladi. Shuni hisobiga vazn yo'qotadi, hajmi yo'qoladi. Mana Xudo xolasa bu beraktirimiz tayyor bo'lgan biagomisini olishga. Xudo xolasa biror haftada yana bunga yaxshilab 70-80% namligini ushlab turib, suvlar chachilgandan keyin bu biagomisimizni olib chiqib, namligini 15% ga tushirib, ilab tashlaymiz. Endi mana bu yoqda beraktirdagi chuvalchanglarimizni bir qator ko'rsatib ketamiz holatini. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Namlik 60-70%. Misol uchun shu ozuqani go'ngini ezadigan bo'lsa, mana suv chiqyapti. Mana shu darajada suv chiqishi kerak. Mana shunaqangi holatda namlik saqlanadigan bo'lsa, 60%, 70%, 80% gacha. Chunki mana chuvalchanglar. Chuvalchanglarimizni xarakteristikasi bular tanasi orqali havo oladi. Qancha mo'tadil namlik balans
yuqori bo'ladigan bo'lsa, shuncha обработка qilishi, urug'lanishi, ko'payishi shuncha tez bo'ladi. Shuning uchun namlik yuqori bo'lishi kerak. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yarzinka yashiqlarimizga chuvalchanglarimizni terib buni ozuqasidan keyin yana ajratamiz. Mana chuvalchanglarning holati. Chuvalchanglar aktiv ishlayapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Namlik 70%, 80% bor bu yerlarda. Shuning uchun chuvalchanglar juda ham zicholatda. Mana yirik. Videolarimiz cho'zilib ketmasligi uchun qisqa va lo'nda gapirishga harakat qilamiz. Kimlargadir shu biznes qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasiz, nomerlar qo'yib qo'yamiz. Diagnoslarimiz ham baholasa cheklanmagan miqdorda bor. Bundan tashqari boshqa kattaroq obyektlarimizni ish jarayonlarimiz davom etyapti. Bu o'zimizning xonadonimizdagi, qilgan joyimizdagi, yana boshqa videolarda shunlarga joyimizda kattaroq obyektimizda qilayotgan joylarimizni yana bir qator ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Chuvalchanglarimiz butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari mavjud. Nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.